Grija bu kasallik emas, bu asorat. Tikuvchilarda, bo'yin sohasida, ofisda ko'p ishlovchilarda, zargarlarda ko'p bo'yin va bel grijasi uchraydi. Grija bor degani bu har doim og'riydi deganimi yoki og'riqni hammasi ham grijaga tegishlimi? Buyrak og'riganda bemorda isitma qiladi, siydiklar rangi o'zgaradi, bo'yni bo'linib siyadi, doimiy og'riq bel sohasida, oyoqda uvishish, oyoqlarda ozish bo'lsa, bemor u paytda operatsiya qilish shart. Bemor ko'zi yoshlanib yig'ladi. Nima yig'layapsiz? Biz siz davolaganimiz yo'qmiz desam, men 2 yildan beri qiynalib yuribman, men tashxisni qo'ya olmaydi. Vaqtida agar bemorda to'g'ri tashxis qo'ygan edi, bemor unaqa hasata yo'qda tayanib, nogironlikkacha olib kelmasdi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz nevropatolog, vertebrolog shifokorimiz bilan birgalikda disk grijasi, ya'ni bel churrasi, bel grijasi haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, Ahmad aka. Assalomu alaykum. Rahmat sizga. Ahmad aka, bugun sizni sohangiz, sizni yo'nalishingiz bel grijasi haqida suhbatlashsak. Birinchi navbatda o'zi bel grijasi nima? Bu qanaqadir pufakmi, qanaqadir ayrim nimalar bemorlarda xulosa bo'ladi, suyakda o'zgarishmi? Shuni ochiqroq, to'liqroq sal tushuntirib bersak. Ya'ni grija nimaligini oldin aytib o'tsak. Umurtqa misolda tushuntirib beraman. Va bu inson umurtqa pog'onasi. Umurtqa pog'onasi kanalda orqa miya joylashgan. Orqa miya kelib L1, L2 umurtqasi kelib tugaydi. Disk churrasi o'zi biz umurtqa pog'onamiz amortizatsiya vazifasini bajaradi. Amortizatsiya degani demak prujina vazifasini. Prujina tanani ushlab turish va harakatni ta'minlab turuvchi umurtqa pog'onasi hisoblanadi. Bu orasida disk bor. Pulpoz, fibroz halqa, mana bu ichida suyuqlik bor, pulpoz yadro bor. O'sha grija fibroz halqani yorib, suyuqlik chiqib ketishi grija hisoblanadi. Bu boyaga aytayotganimiz halqa u suyakka nisbatan yumshoqroq bo'ladi. O'shaning ichida suyuqlik bo'ladi. Shilimshiqqa o'xshagan suyuqlik bo'ladi. O'sha suyuqlik yorilib chiqishi grija hisoblanadi. Grija bu kasallik emas, bu asorat. Osteoxondroz yoki qaysi bir umurtqa pog'onasi shikastlansa, pulpoz fibroz halqa yorilib, ichidagi suyuqlik chiqishi bu grija hisoblanadi. Demak, grija bu o'zi asli mustaqil kasallik emas, boshqa osteoxondroz kabi kasalliklarning asorati tufayli rivojlanib kelib chiqyapti. Endi bu holatda shuni kelib chiqishiga sabablar nimalar bo'ladi? Nimalar olib keladi? Sabablar juda ko'p. Ortiqcha vazn, kam harakatlik, kun bo'yi o'tirib ishlovchilarda, og'ir yuk noto'g'ri ko'targanlarda va tikuvchilarda, bo'yin sohasida, ofisda ko'p ishlovchilarda, zargarlarda ko'p bo'yin va bel grijasi uchraydi. Ularda ko'proq paydo bo'ladi. Bularda aynan shu sohadagilarda grija paydo bo'lishining sababi nima? Masalan, nega harakatchan insonlarda kam paydo bo'ladi? Bu kam harakat o'tirib ishlaydiganlarda o'tirib ishlaganda muskullar degenerativ distrofik funksiyasi o'zgaradi. Qottish boshlanadi. Xalqlarda tuz yig'iladi deydi. Odatda organizmda tuz yig'ilmaydi, osteoxondroz shakllanadi. Bu nervlar qisilish hisobida umurtqalar bir-biriga yaqinlashadi. Keyin bu sekin astalik bilan osteoxondrozdan keyingi etap protruziya, keyin yillar davomida davolanmasa, keyin fibroz halqa yorilib, pulpoz yadro chiqadi. Demak, bu grija paydo bo'lishiga sabab mushaklarni holsizlanishi, kuchsiz bo'lishi va keyin boyagi umurtqalar bir-biriga yaqinlashib kelishi. Agar kam harakat insonlarda, demak, boyagi fibroz halqaga nagrushka ko'proq tushar ekanda, demak. Kam harakatda. Chunki mana bu umurtqa pog'onamiz yonini ushlab turadigan muskullar bor. Kvadrat muskullar. Qancha muskullar baqolida, shuncha umurtqa pog'onasi ushlab turadi. Va muskullar qancha zaiflashsa, umurtqa pog'onasi bir-biriga yaqinlashib, grija bo'lish ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Endi grija masalan kimdadir paydo bo'ldi. Ba'zi holatlar masalan kuzatamiz, bemorlarda bel og'rig'i kuzatilsa, bu paydo bo'lib qolsa, borib MRTga tushib keladi va qanaqadir aytganingizdek boyagi grija paydo bo'ladi. 1 mm, 2 mm grija chiqib qoladi. Grija chiqadi. Lekin shunaqa holatlar borki, u bel og'rig'i asli grija bilan bog'liq bo'lmasligi ham mumkin. Shuni qanday farqlab olsak bo'ladi? Ya'ni kim grija bor degani bu har doim og'riydi deganimi yoki og'riqni hammasi ham grijaga tegishlimi? Yo'q, bel og'rig'i o'zi 60% holatlarda grija bilan bog'liq bo'lmaydi. Demak, 10 ta odam bel og'risa, 6 tasi grija emas. Bo'lmaydi. Chunki ko'pincha bemorlar keladi, meni grijam bor deb keladi. Tekshiramiz, nevrologik status deymiz.
bemorda MRTsiz tashxis qo'ysa bo'ladi. Grijaga demak уже MRTsiz ham oldindan bo'lsa bo'ladi. Chunki Lasseg, Wasserman, Neri degan simptomlar bor. O'zini maxsus belgilar. Maxsus belgilar bor. O'shani tekshirib, biz sizga MRTga shart emas deb, masalan, miofasal og'riqlar bo'ladi-da. Muskullarning spazmi. Masalan, bemor cho'mildi, sovuqqa chiqdi. Muskullar spazm bo'ladi, nervlari siqadi. O'sha ham og'riq beradi. Miofasal sindrom deymiz buni. Agar grija bo'lsa, grija bir kunga paydo bo'lmaydi, yillar davomida shakllanadi va u grijani og'rig'i bu og'riqdan farq qiladi. Grijani og'rig'i belgi og'rib, keyin sonni orqasidan oyoqda uchgacha boradi. Oyoqqa uzatilib keladi. U belni o'zida og'rib turibdi, faqat u boyagi siz aytgan miofasal sindrom. U grijani og'rig'i emas. Lekin grijaga bo'ri MRTga tushib keladi ham 5-4 mm, u grijani og'rig'i ham bo'lmaydi. Miofasal og'riqlar bo'ladi. U aslidagi MRTda tushgandagi grijasini og'rig'i tufayli bormagan bo'ladi. U grija oldindan bor, og'rimayapti, yaxshi yuribdi u. Og'riqning sababi boyagi mushaklar. U ajratib olish uchun demak albatta shifokorga ko'rinish kerak. Boyagi siz aytayotgan belgilar dedingiz-ku, grijani biz bilib olamiz deb, u belgilar qanday aniqlanadi? Bemorlar o'zi uyda ham bilsa bo'ladimi yoki uni shifokor tekshiradi? Shifokor tekshiradi. Bemor yotganda oyog'ini 90 gradus ko'tarsak, og'riq bo'lmasa bu grija belgisi emas. Agar og'riq 50-60 gradusda og'riq boshlansa, grijaga shubha qilsak bo'ladi. Keyin ikkinchi sinamiz, bemorni yotqizamiz qorin sohasi bilan, oyoqni bukamiz. Son sohasida 30-40 gradusda og'riq kuchaysa, grijaga shubha qilishimiz mumkin. Yotgan holatda bo'yin sohasini chapga, o'ngga, oldinga, orqaga qilgan paytimiz bo'yin sohasida grija bo'lsa, juda kuchli og'riq bo'ladi. Mushaklar spazmda esa og'riqlar juda kam bo'ladi. Shundan ajratib olsak bo'ladi. Bemor kelganda biz birinchi o'rinda anamnezini so'raymiz. Nimadan keyin boshlandi? Bemordan so'rab surishtiramiz. Bemorda 10 tasidan 2 tasiga, 3 tasini MRTga jo'natamiz. Agar shubha qilsak, MRTsiz tashxis qo'ysak bo'ladi. Bizga maqsad grijaga shubha qilamiz, keyin qaysi bir kasalliklar inkor qilish maqsadida. Bemorlar keladi, men yiqilib tushdim deydi. Biza umurtqa pog'onasini siljiganligi yoki silmaganligini inkor qilish maqsadida MRT qilamiz. Har doim ham MRT kerak emas bel og'rig'iga. Ba'zi paytlar buyrak og'riq bilan keladi. Buyrak og'risi ham bel sohasiga beradi-da. Uni ajratib olamiz. Buyrak og'riganda bemorda isitma qiladi. Siddikning rangi o'zgaradi, bo'yni bo'linib siyadi. O'sha bemorni kelganda anamnezi bilan anamnezni so'raydi, hayot tarixini so'rab chiqsak, bemorni yo'llanma beramiz. Yo, siz nevrolog emassiz, siz terapevtga yoki nefrologga boring deb yo'nalish beramiz. Hozir mana shunaqa holatlar ham kuzatiladi, to'g'rimi? Aytaylik, belida grijasini boyagi boshqa sabab tufayli aniqlab qoldi, 4 mm, 5 mm, 3 mm, 2 mm, davolanib yuribdi. Aslida u grija uni bezovta qilmaydi. Bu qanchalik to'g'ri? Ya'ni bezovta qilmaydigan grijani davolash kerakmi? Yo'q, u ortiqcha nima deydi? Rasxod, ortiqcha tashqaridan olinadigan dori-darmonlar organizmga baribir zarar qiladi. Uni o'rniga albatta reabilitatsiya, boya aytgandek, reabilitatsiya doimiy o'zining maxsus mashqlari bor. Aynan mana shu belni ochuvchi, muskullarni mustahkamlovchi mashqlar bor. Doimiy mashq, sport bilan shug'ullansa, davolanishga hojat yo'q. Demak, u grijasi bezovta qilmasa, mashq, sport, reabilitatsiya qilib yursa, maxsus u grijani o'sishiga qo'ymaydi, kasallik asoratlanishini oldini oladi. Dorilar shart bo'lmaydi bunaqa holatda. Endi mana shu grijasi bor va bezovta qilib turibdi. Insonlarda o'zi grijani o'lchamlari ko'p holatda katta ekan, kichkina ekan deydi. Qanchalik ahamiyatli razmeri? Ahamiyatli emas, chunki grija qaysi sohaga chiqqanligiga bog'liq. Ba'zi grijalar keladi mana 4 mm bo'lsa ham lateral, ya'ni ildizchani oldidan yaqin chiqqan bo'lsa, neft oldidan uni ezib turadi. Ba'zi grijalar bor, neftdan uzoq chiqadi. 9 mm, 8 mm yuraveradi bemor. U neftdan uzoq bo'lgani uchun nervga ta'sirlantirmaydi. Grijani qaysi sohaga chiqishiga bog'liq. Nervga yaqinmi, nervga uzoqmi? Kichkina bo'lsa ham, nervga yaqin bo'lsa ham og'riq beraveradi. 7-8 mm bo'lsa ham, nervdan uzoq bo'lsa, bemor yuraveradi. Bunaqa bemorlar juda ko'p. Grijani qaysi sohada nervga yaqinmi, uzoqlikka bog'liq. Endi hozir davolanish jarayoniga o'tsak,
hozirgi kunda har xil davolashlar bor. Masalan, biz yoshligimizdan ham ko'rib kelamiz, barmog'idan osib qo'yganlarni ko'rganmiz yoki massaj qiladi yoki turli xil mashqlar boya aytganda yoki dori-darmonlar bilan даже borib bankka qo'yib davolatadiganlar bor. Endi bularni qaysilari samarali, qaysilari haqqoniy o'sha tibbiy asosga ega, qanday holatlar aksincha mumkin emas. O'tkir paytida massaj mumkin emas. Bemor kelyapti, juda kuchli og'riq belda, u payt massaj, fizioterapiya, osish mutlaq mumkin emas. Birinchi o'rinda spazmni olib, konservativ davolash kerak 3 kun yoki 5 kun davomida. Davolash usullari ko'p, hamma xohlagan davolayapti, urib ham davolayapti, internetda chiqib ketgan osib ham davolayapti, bellarni burab davolayapti, manual terapiya ham qilyapti. Bu juda ham qarshi ko'rsatma hisoblanadi o'tkir paytida. O'tkir, qo'zib turgan, og'rib turgan paytda bular mumkin emas. U paytda kam miqdorda dori-darmon va miralaksan, NPVSlar deymiz, o'shalar bilan foydalanamiz. Keyin og'riq 50-60% kamaygandan keyin kompleks tarzda o'tiladi. Har bir bemorda individualniy davo algoritmi ishlab chiqish kerak. Bitta faqat mana shu dori-darmon hammaga ketadi degan emas. Masalan, bir xil dori hammaga emas, bir xil davo hammaga emas. Hammaga emas, individualniy ishlab chiqiladi. Masalan, dori-darmon, fizioterapiya, udarniy vallamay terapiya, hozirgi zamonaviy davolash usullaridan biri, kerak bo'lsa plazma lifting, kerak bo'lsa cho'zish amaliyotlari, kompleks tarzda davolasa bemor davolash samarasi juda yuqori, 90-95% gacha davo samarasi yuqori bo'ladi. Dori-darmon grijani ko'pincha o'tkir paytda ishlatiladi. Faqat dori-darmon bilan grijani davolab bo'lmaydi. Dori-darmon o'zi bilan davolab qo'yilmaydi. Samarasi juda past bo'ladi. Kompleks tarzda noan'anaviy, noan'anaviy usul bilan davolasa, natija 80-90%, deyarli 100% gacha davolasa bo'ladi. Endi masalan, qanaqa holatlarda, yana shunaqa holatlar borki, bemorlarda grijasi ular uchun o'ta xavfli bo'ladi. Ya'ni bu holatda bemorlar o'ziga juda e'tiborli bo'lishi kerak. Ayrim holatlarda bu hatto operatsiyaga ham olib keladi, to'g'rimi? Jarrohlik amaliyoti qilinadi. Qachon? Qanday belgilar, nimalar kuzatilganda? Men bel sohasi uchun misol keltiraman. Agar bemorda doimiy og'riq bel sohasida, oyoqda uvishish, oyoqlarda ozish bo'lsa, bemor u paytda operatsiya qilish shart. Chunki bora-bora bemorda oyog'i ozishni boshlaydi, sezgi pasayadi, eng og'ir paytlarda sidik axlat tutolmaydi. Sidik tutish, axlat tutish qiyin bo'ladi, oyog'i ingichkalashib ozib boshlaydi. Ozish ikkita oyoqdan bittasida bo'ladi. Ko'pincha bitta oyoqda bo'ladi. Qaysi tomondan chiqqan bo'lsa, neft qisqa bo'lsa o'sha tomonda bo'ladi. Lekin bel grijasiga nisbatan bo'yin grijasi xavfliroq. Nega? Sababi orqa miya, bosh miyamiz bo'lsa, orqa miya umurtqa ponasi kanalda joylashgan. Tushib keladi bu yerda orqa miyamiz. Bel sohasining birinchi, ikkinchi bel umurtqasi tugaydi orqa miya. Bo'yin sohasi esa orqa miya o'tadi-yu. Orqa miya bo'yin sohasida grija bo'lsa, orqa miyani esa milopatiya deymiz meditsin tilida. Bu ikkala qo'lda ozish, ikkala qo'lda kuchning kamayishi va doimiy og'riqlar bor. Bu kabel kelyapti tepadan. Oyoqlarda sekin-asta yurish qiyinchilik bo'ladi. Va bor bemor nogironlikgacha olib kelish mumkin. Bo'yin grijasi xavfliroq shuning uchun. Yaqinda bir bemor keldi Xorazmdan, yoshi 50 yoshda. 2 yil davomida boshqa bir diagnoz bilan davolanib yurgan. Lekin bemor yildan yilga og'irlashib kelgan. Bizga hasad oyoqda keldi. Bemorni biz kelgandan keyin diagnostika maqsadida yotqizamiz. Tashxis qo'ymasdan davolaymiz bir odamga. Birinchi aniq tashxis qo'yamiz. Bemorda MRT qildik, nima qildik? Bo'yin sohasida 6,5 mm grija aniqlandi va milopatiya ikkalasi ham. Bemorga tushuntirdik, sizga bizda davodan foyda yo'q. Sizda borni yoki operatsiya qilsangiz, shu holatingizni ushlab tura olasiz. Bemor ko'zi yoshlanib yig'ladi. Nima yig'layapsiz? Biz siz davolaganimiz yo'qmiz desam, men 2 yildan beri qiynalib yuribman, men tashxisni qo'ya olmaydi. Vaqtida agar bemorda to'g'ri tashxis qo'ygan edi, bemor unaqa hasad oyoqda tayanib, nogironlikkacha olib kelmasdi. Endi maqsad uni shu holatida ushlab qolish. Bo'yindagi grijani olib tashlaydi, hasad oyoqda yuradi. Bemor agar 6 oy, 7 oy operatsiya qilmasa, bemor nogironlikkacha olib keladi. Demak, doim kasallarga, shogirdlarga aytamanki, shifokorni birinchi vazifasi davolash emas. Birinchi to'g'ri tashxis qo'yish, keyin to'g'ri yo'nalish berish, uchinchisi
davom muolaja qilish. Masalan biz yo'nalish biz hech nima qilmadik. Keldi, tashqi yo'nalish berdi neyroxirurgiyaga, bemor xursand. U bemor uchun yaxshi-da, bemor uchun yaxshi. U birinchi bizni qiladigan ishimiz o'zi shu. Bemorni sog'lig'ini tiklanishiga qandaydir yo'l bilan yordam berishimiz. Balki u bizda bo'lar, balki boshqa joyda bo'lar. Xo'p, operatsiyaga bundan tashqari yana ko'rsatmalar bormi? Masalan, razmerimi yoki razmeri ahamiyatsizmi operatsiya uchun? Endi agar bemorda masalan bo'yin sohasidagi bo'yinmi, belmi farqi yo'q. Yillar o'zi davolab ko'riladi bemorda. Grejani razmeri 4 mm, 5 mm, 7 mm 6 hafta deydi standart bo'yicha. 42 kungacha davolasangiz og'riq 60-70% qolsa, bemorda operatsiyaga emas, davo muolaja cho'ziladi. Keyinchalik reabilitatsiya, sport bilan shug'ullanib, 1 yil ichida og'riqlarni 80-90% yo'qotish mumkin. Agar 42 hafta davoladingiz, og'riq 15-20% qoldi, u paytda operatsiya ko'rsatma bo'ladi. Ko'pchilik bemorlar qo'rqadi operatsiyadan. Oldin haqiqatan ham katta xirurgik usul bilan ochib qilingan, nogironlik ko'p bo'lgan, asorat ko'p bo'lgan. Hozir juda meditsina rivojlanib ketdi. Endoskopik usul bilan operatsiya qilinyapti. Xalq tilida lazer usul bilan. Shu barmoqchalik teshadi, qaysidir 50-55 ta bo'lsa, shunday kirib, olib chiqib ketadi. O'sha ertasi kun bemor yurib ketadi. Hozir juda ham osonlashgan, grejani ham hammasi ham dori-darmon bilan davolab bo'lmaydi. Uni albatta vrach uni направление beradi. Operatsiya qilish kerak, davolash kerak. Endi shu grejasi bor bo'lgan insonlar, masalan, davolangandan keyin yoki o'sha og'riqlar boshqasi qolgandan keyin nimalarga rioya qilish kerak? Ular ba'zi holatlar, masalan, yuk ko'tarish masalasi yoki jismoniy harakat, ayrim holatlarda bemorlar kuzatamiz, butunlay harakat cheklab menga mumkin emas deb yotoq rejimiga ham o'tib olgan bemorlar bo'ladi. Harakat qay darajada bo'lishi kerak? Ma'lum vaqt agar og'riq kuchli bo'lsa, grejasiga ma'lum 1 oymi 2 oymi korset rejimida yuriladi. Korset rejimda. Ya'ni bu beliga boyagi bandaj, korsetni taqib yurish kerak. Ma'lum vaqt doimiy taqib yursa muskullar dangasalashadi. Dangasa bo'ladi. Keyinchalik sekin asta aktivatsiya, sportni yo'lga qo'yadi. Greja uchun eng yaxshi davo usuli shu sport. Og'ir emas, yengil. O'zining mashqlari bor, masalan, og'ir yuk ko'tarmaslik. Masalan, 50 kilo, 60 kilo. Chunki grejasi bor inson yo razmeri kattalashadi yoki oqib ketish ehtimoli juda yuqori. Sekvestrlanadi. Greja chiqqan bo'lsa, og'ir yuk ko'tardim yoki ostimni nima qildi, oqib pastga tushadi. Sразу nefrat chiqish ehtimoli juda ham yuqori. Hayot tarzini, masalan, sidash obraz jizm bo'lsa, aktivatsiya qiladi, sport bilan shug'ullanadi, ko'p o'tirmaydi, ofisda bo'lsa ham turib, 1 soat, 2 soatda yurib yoki o'zlari mashqlari bor. O'zimiz kasallarga tushuntirganmiz yoki bo'yni og'riydimi, bel og'riydimi, o'sha ofis sharoitida mashqlari bor. 5 minut, 10 minutlik mashqlar, shu bilan davom ettirib yursa bo'ladi. Davriy har 6 oyda birmi, yilda bir marta fizioterapiya olsa bemor yaxshi yuradi. Bu baribir greja kasalligi, surunkali kasallik. Tushunarli. Endi xulosa qilib aytsak, demak, bu umurtqa pog'onasini yaxshi bo'lishi uchun biz bemorlar boyagi mo'jizakor dorilar, ayrim bir boyagi batlar, tabletkalar, ular bilan grejani yo'qotib bo'lmaydi. Yoki boyagi mazlar bor, har xil tavsiya qilishadi. Ular faqat mahalliy yallig'lanishni, mushakni spazmlarni kamaytirishga ba'zan yordam berishi mumkin, lekin grejani so'rdirib yo'qotib yubora olmaydi. Dunyo bo'yicha hozir aynan bitta dori mana shu grejani so'riladi degan dori yo'q. Inson organizmida makrofaglar bor. Greja razmeri katta bo'lgandan keyin makrofaglar o'zi yemiradi. Bu 100 ta insondan 3 ta, 4 ta, 10 tagacha bo'lishi mumkin. Sizda grejangiz 10 mm, men sizga garantiya berib grejangizni so'ldiraman deya olmayman. Bu organizm individual o'ziga bog'liq. Makrofaglari kelib, agar o'sha grejani yemirib, kichraytirish xususiyatiga ega. O'zining immunitet hujayratlari. Ovqatlanish tartibida ham nimalarga e'tibor berish kerakmi? Ko'proq oqsil mahsulotlari yeyish talab qilinadi. Chunki kalsiy, sut mahsulotlar, tuxum, umurtqa pog'onasi mustahkamlanadi. Ahmad aka, rahmat. Suhbatimiz samarali bo'ldi degan umiddaman. Muxlislarimiz, kuzatuvchilarimiz o'zlariga tegishli ma'lumotlarni olishdi inshaalloh. Agarda sizlarda qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa yoki sizni bezovta qilib turgan nimadir muammolar bo'lsa, izohlarni yozib qoldirishingiz yoki quyidagi raqamlar orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Rahmat sizga ham, Akmal aka, taklif uchun. Salomat. Sog' bo'ling.
Grija bu kasallik emas, bu asorat. Tikuvchilarda, bo'yin sohasida, ofisda ko'p ishlovchilarda, zargarlarda ko'p bo'yin va bel grijasi uchraydi. Grija bor degani bu har doim og'riydi deganimi yoki og'riqni hammasi ham grijaga tegishlimi? Buyrak og'riganda bemorda isitma qiladi, siydiklar rangi o'zgaradi, bo'linib siyadi, doimiy og'riq bel sohasida, oyoqda uvishish, oyoqlarda ozish bo'lsa, bemor u paytda operatsiya qilish shart. Bemor ko'zi yoshlanib yig'ladi. Nimaga yig'layapsiz? Biz sizni davolaganimiz yo'q desam, men 2 yildan beri qiynalib yuribman, men tashxisni qo'ya olmaydi. Vaqtida agar bemorda to'g'ri tashxis qo'ygan edi, bemor unaqa hasad oyoqda tayanib, nogironlikkacha olib kelmasdi.